Assalomu alaykum barcha ustozlarga. Bugun yana mendan tashqari bizning 35-maktabda jami 200 nafardan ortiq o'qituvchi o'z faoliyatini olib bormoqda. Haftaning har seshanba kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi Prezident qarori 50-40-qaroriga muvofiq ma'naviy va ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish borasida bugun maktabimizda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 34 yilligi munosabati bilan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan ma'rifat soatimizni o'tkazib olamiz. O'qituvchilar aynan hozir mana shu ma'rifat soati ustida tayyorgarlik ishlarini ko'rib boryaptilar. Hozir sizlar bilan birgalikda borib ularni kuzatamiz. Qani, ketdik. Biz bilan birga bo'ling. Aziz ustozlar, bugungi ma'rifat soatimizning mavzusi O'zbekiston armiyasi mamlakat tayanchi, xalqimiz faxri, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir. 1991 yil 6-sentyabr kuni istiqlolning 5-kuniyoq tarixda ilk bor O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tashkil etildi. 2018 yil 7-iyulda O'zbekiston Qurolli Kuchlar akademiyasi sobiq Toshkent Oliy umumqo'shon qo'mondonlik bilim yurti tashkil etilganiga 100 yil to'lib, katta tantanali ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, mard va shijoatli bir kishi minglab tadbirsiz va loqayd kishilardan yaxshiroqdir degan fikrlari bobomizning, Amir Temur bobomizning ko'ziga kunda ham ma'naviy jihatdan eng dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Umr bo'yi bolam deb sen uchun jon kuydirgan, otang birla onangning qo'li qadog'ini o'p, yuragingga kuch olib yurting oy quyoshidan har maysa yo'qi gul'o'yan jahon aro jahonim, jonim aro jonim deb jondan aziz bolangning ko'zim qarog'ini ol. Zikrillohdek bir umr ko'ksingni qalqon aylab, jondek suyib elingni, vatan bayrog'ini ol.